Qo'sho shahar birinchi o'rinda 45.8%. Murojaatlarning kamayishi. Ijobiy hal etish darajamiz. Kamayishimiz 15% ga kamaygan o'tganiga nisbatan. Endi ijobiy hal etish degani nima? Qanday Odamlarni rozi qilish murojaatlari deyarli ijobiy degan gap hal bo'lgan. Jami shunda hali ham 1094 ta murojaat bor. Bor. O'shandan 465 tasi ijobiy hal etilgan. Odamlar boshida panelga ishonmadi. Panelni o'zi aslida narxi qimmat edi, juda qimmat edi. Oldinlari hisoblaganda birinchi navbatda biz elektr energiyamiz arzon edi, lekin panelning o'zi narxi qimmat edi. Bu narsani o'sha Xitoy keyin demping bo'lmadi-yu, lekin Xitoy subsidiyalash kuchli bo'lgani uchun Xitoy O'zbekistonga juda arzon berishni boshladi. To'g'risiga butun dunyoda misol uchun Xitoy sifatsiz deydi-yu, lekin mana to'g'rida turgan nima quyosh panel dunyoda birinchi o'rinda turadi bu kompaniya. 3 ta A+ da turadi. O'sha Tiger One'ni nimaga qo'yishdi? Tiger One'ni qo'ygani sababi garantiya beryapti. Ustiga 25 yil. Bir yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davrda farzandlarimizni sog'lom va to'g'ri ovqatlantirish juda ham foydali va bu bolani aqliy rivojlanishida muhim omil bo'lib hisoblanadi. Catering tizim bo'yicha ovqatlantirishda to'lovlarni amalga oshirish tizim bo'yicha qonun kirgizilgan. Agar mana shu tezroq yechimini topsa, biz mana shu catering tizimini yanada kengroq yo'lga qo'yish imkoniyati mavjud bo'lardi. Sog'lom va xavfsiz ovqatlantirishni tashkil etishimiz bizni eng katta vazifa maqsadlarimizdan biri deb o'ylayman.